xil bular. Метр yuqorida примерно. Так. 79 mana. 79 1 metr yuqorilikda. И нижняя часть. Süt tavanı. 91. Ha, 91. Окружность. 3 yılda mana shunday daraxt o'sib chiqdi mana xudo xolasa Pavloniya. Bundaq daraxtlar mana misol uchun sasnaga bundaq o'sish uchun sasnaga 30 yil vaqt kerak примерно. 30 yil. 30 yil emasam 20 yil. Bir sasna 8 yılda 8 santimetr o'sadi ekan sasna. Endi bu Pavloniya tez o'sadigan daraxt. Bunun uchun buni hammamiz ekishimiz kerak Qarabuloq qishloqlarimizga. Yağmur yağmadı diyorlar ekologiya. Bir yıl yağmur yağmadı вообще Qarabuloqqa. Üçün yağmur yağmadı, ekologiyamiz buzulgan bizning, toza emas. Hammamiz mal boqamiz. Mal, kislota, maloq yesi. Shuning uchun mana daraxt ekish kerak. Har kim uyga hatto 5 tuk, 10 tuk eksa ham ekologiyani tozalaymiz. Qarabuloqda qancha uy bor примерно? Shuni ko'paytirib ko'ringlar. 5 tukka har bir Qarabuloq xalqi qancha ko'chat eka bilamiz. Hatta 5 tuk ekkaning o'zida ekologiyani tozalashga sal yordam beramiz. Hammanglarga rahmat. Omad hammanglarga.